Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Hafta ferma kelganmiz, qo'chqor boqilayotgan obunachilar. 2026-yil 2-oy 5-mart sanasi obunachilar. Qo'chqor boqish tillarini o'rgangan kelganmiz obunachilar. Hozir Qo'qonda qalin chog'i boqilayotgan shaharda boqilayotgan qo'chqorlar. Uy sharoitida qo'chqorlar holati asli to'g'ri. Ular kelganiga 1 oy, 2 oy bo'ldi deyaptilar. Ularga yangi 15-20 kun bo'ldi kelganiga deyishyapti. Oxirida oddiy usulda boqishyapti ekan, hamyonbop qulay usulda uy sharoitida. Qarashanlardan ko'payibdi. Maşallah. Nima deysizlar obunachilar? Berilib turgan yemlar mana. Video qopdi mashalardan. Yem, tuz, o't, hamma yo'g'on. Joyni zo'rlab olish, mana shunday boqishib. Tejinde full bag masalan. Bizda yomg'ir yog'yapti obunachilar. Yomg'ir yog'yapti, bundan so'ng stopdan. Teyrani zakot ketdi. Endi quruqsa chaqilib qoldi kishi. Baho beringlar, like bosib buni o'qiyasizlar. Like bosinglar, tasdiq. Choy. Ular yangi ketdi. Yangi kelgan. Lekin xona bo'lib, semirgan o'tib, oxirgi yetib, o'lishga boradi. Rashid taxshi. O'rtaga rajlaniya. Bularga nima deysizlar? Hammasi standart bir xil degani. Obunachilar. Mana. Bular Rashid emas. Vol havo qilayotgan qo'chqorlar. Nima deydi buni azizlar? Şu koyuyor. Kaçak qo'chqorlar. Ular bu qo'chqorlarni ham o'zimiz berganmiz. Pastga ham o'zimiz olishadi, o'zimiz qilyapmiz. Hozir bu. Ne varashamiz. Bu tomondan baqarat olish kerak ekan. Qorong'ir bo'lib, yaxshi bilmayapti. Pastda. Mana suvi, qo'chqorlarni aytayotgan. Yana to'g'ri o'qitib Bundoqlar qo'ydi baraka bor. Bo'ldi hozir bor. Allohlar urib, qana beramiz. Dori darmon beramiz. O'nta bir pachka ekan. Shu bilan 800 ming so'mdan olishib. Neyse, qimmat arzon kommentariya yozing. Obunachilar, like bosib bo'libsizlar. Videolarimizni birinchidan ko'ramiz. Obunachilar kimgadir videomiz maqsadli, foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib bo'libsiz. Mana endi qo'ylarga banda
sirg'a taqish. Boshqa. Sirg'a taqish. U qolaveradi. Qolaveradi, vaqt ketayotgan keyin boshqa qo'yishadi. U qolaveradi. Yo, men uni boshqa keltiryapman.